Atom qo'rqinchli degan eskicha stereotiplar xalqimiz orasida haligacha saqlanib qolgani bor gap. Mana shu qarashlar tabiiyki yosh avlod ongiga ham singib qolganini yashirmaslik kerak. Bu yerdagi vizual tasvirlardan, voqeliklardan bolalar shunday xulosaga keladi. Atom bu tibbiyotni, sanoatni karrasiga boyitadigan, hosildorlikni oshiradigan, insonni davolaydigan tirik tizim kabi, laboratoriya kabi ishlaydigan mexanizm ekanligini tushunib yetadi. Uzatom agentligi huzuridagi atom texnologiyalari axborot markazida bo'lgan bolalar uchun yaratilgan muhit shu qadar jonliki, yadro haqidagi eski sarqitlar sindiriladi. Atomni qo'rqinchli deb tasavvur qilardim. Bu yerga kelib, zamonaviy kasbligini bildim. Bu sohaga qiziqib qoldim. Endi o'qigim kelyapti atomlarni ko'proq. O'zim ham qo'rqardim atomdan. Odamlarni davolashini bildim. Interaktiv shakldagi tajribalarda atom elektr stansiyasi va yadro reaktori maketlari bilan yaqindan tanishib, maxsus trenajyorlarda energiya ishlab chiqarishga urinib ko'rgan o'quvchilar uchun kasbga muhabbat uyg'otadigan darajada muhit bor bu yerda. Uran yadrosi ikkiga bo'linyapti. Ikkiga bo'linganda issiqlik hosil bo'ladi. Issiqlik oddiy ishqalanish kuchi ta'sirida hosil bo'ladi. Oldinlari men umuman bilmasdim atom nimaligini. Va bu videoni ko'rgandan keyin men juda ham katta qiziqish uyg'otdi. Aslida bu zamonaviy kasb ekan. Men atom kasblariga sehrlanib qoldim. Yaqin yillarda yadro muhandisligi, energetika, radiatsion texnologiyalar, ilmiy tadqiqot yo'nalishlarida yuqori malakali kadrlarga talab keskin oshadi. Yangi O'zbekiston tinch atom sanoati yadro texnologiyalarida katta sakrash qilishida mana shunday bolalarga oltin fond sifatida qaramoqda. Kelajak kasbi kutmoqda. Imkoniyat esa qo'l cho'zib turibdi.